Farzandingiz bezovta bo'lyaptimi va o'z-o'zidan qattiq yig'lashlar kuzatilyaptimi? Bu quloq og'rig'i bo'lishi mumkin. Quloq og'rig'ini bolalarda bilishning yo'llari, demak, albatta bolaning quloq yostiqchalarini bosib ko'ramiz. Agar bosib ko'rganimizda bolaning yig'lashi kuchayadigan bo'lsa, demak bu quloq og'rig'i bo'lishi mumkin, katta ehtimol bilan. Yoki tashqi quloqqa e'tibor beramiz. Quloqda demak har xil qizarishlar bo'lishi mumkin yoki quloqda har xil oqmalar kelishi mumkin, suyuqliklar. Bu har xil yiring bo'lishi mumkin. Demak, bu ham bolaning quloqida yallig'lanish jarayoni ketayotganidan dalolat beradi. Demak, quloq kasalliklarining kelib chiqish sabablari yosh bolalarda asosan burun oqishlaridan keyin kuzatiladi. Bunga sabab burun bilan quloq orasida yo'l bo'ladi, yevis-tarxiy nayi bo'ladi. Yosh bolalarda bu kalta va to'g'ri bo'ladi. O'shani hisobiga burun oqishi yosh bolalarda ko'pincha quloq og'rig'iga sabab bo'lishi mumkin. Uyda har xil muolajalar yoki tomchilar qilishga quloq og'riganda mumkin emas. Chunki ayniqsa quloq oqmalarida juda ko'p tomchilar mumkin emas. Shuning uchun bolangizda quloq og'rig'ida yoki quloq oqmalarida yoki tashqi yuzalarida qizarish bo'lsa, isitmalar kuzatilsa yoki o'z-o'zidan bezovtalik, qattiq baqirib, chinqirib yig'lashlar kuzatiladigan bo'lsa, zo'r shifokorga murojaat qiling. Sizga zo'r shifokori mukammal yechim qilib davolab beradi.